بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. رواه حاكم وقال صحيح على شرط المسلم. An ibn Abbas radıyallahu anh rivayet kılat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar: eng birinchi jannatga chaqiruvchi odamlar kimdir bo'ladi? Alар shular Alloh subhanahu va taoloni qiyinchilikda da, jengilchilikda da Allohni maqtaganlar. Ya'ni ikki turli bo'ladi. Allohni maqtov qanday? Boshqa bir insonlarga Alloh subhanahu va taoloni ulug'ligini aytib berib, Alloh taolaning ulug'ligi cheksiz, o'sha turali Qur'on hadis negizida aytib berib. Ikkinchisi, o'zing Qur'on o'qib, tafakkur tadabbur bilan o'qib, jana hadislarni o'qib, jana subhanalloh va alhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar va la ilaha illalloh vallohu akbar deb zikrlarni qilib, bu o'sha Allohning ulug'lig'i jatadi inshaalloh. Bardimiz Alloh taolo menga kuchlik bergan bo'lsin.